agar O'zbekistonga qarshi jang boshlansa yoki qanaqadir hujumlar boshlansa, kim hujum qilishi mumkin va xalq qaysi tomonda bo'lishi kerak degan shunaqa savol berishibdi. Men bu savolga video tarzida javob berishga qaror qildim. Birinchidan bitta narsani tushunish kerakki, Rossiya hech qachon hujum qilmaydi, jangni boshlaydi. Chunki Mirzayevni Rossiya qo'ygan va O'zbekiston parlamentini Rossiya boshqaradi, armiyani Rossiya boshqaradi. Rossiyaga nima kerak bo'lsa, uni qilyapti O'zbekistonda. Masalan, Ozarbayjonga o'xshab qanaqadir FSBlarni qamatishsa, javoban shunga Rossiya hujum qilishi mumkin. Lekin mana bu hozirgi O'zbekistonga hech qachon Rossiya hujum qilmaydi. Ikkinchidan, Amerika hujum qiladimi? Amerika ham hujum qilmaydi, chunki Mirziyoyev ham ruslarga ham Amerikaga qullik qiladi, o'zining xalqini hech qachon o'ylamaydi. Nimaiki ruslarga, amerikaliklarga kerak bo'lsa, o'sha narsalarni qiladi. Hech qachon o'zining xalqini manfaatini o'ylamaydigan odam Amerikaga kerak emas hujum qilish. Xitoygachi desangiz, Xitoy jangsiz ham osta-osta O'zbekistonni bosib olyapti, yerlarni sotib olyapti, konlarni sotib olyapti, jangsiz O'zbekistonni boshqarishga harakat qilyapti. Xitoyga ham jangning keragi yo'q. Endi Afg'oniston yoki boshqa mamlakatlar hujum qilishi mumkinmi desangiz, Afg'onistonga ham kerak emas. Garchi Karimov o'ta ifloslik qilgan bo'lsa ham, amerikanlarga bazalarni ochib berib, afg'on xalqini o'ldirishiga shunaqa yo'l ochib bergan bo'lsa ham, Afg'onistonga kerak emas. O'zbekiston bilan ovora bo'lishmaydi, O'zbekistonning keragi ham yo'q. Ular Amerikaga qarshi, Sovet ittifoqiga qarshi, Anglichanlarga qarshi, shunaqa katta davlatlarga qarshi urushgan va ularni hammasini itday surib chiqargan shunaqa buyuk bir davlat desak xato qilmaymiz. Endi O'zbekistonga kim qarshi hujum uyushtirishi mumkin degan savol paydo bo'ladi. Albatta, O'zbekistondan qochib ketgan, zulm ko'rgan, akasini, otasini, opasini, singlisini o'ldirgan yoki qamatgan, uyini tortib olgan, zo'ravonlik qilgan, shunaqa zulmlarni ko'rgan odamlar O'zbekistonga qayta hujum qilishlari mumkin. Ular hujumni boshlagandan keyin O'zbekiston davlati nimani qo'llaydi desangiz, birinchi tashviqot mashinalarini ishga soladi. Biz vatanimizni himoya qilishimiz kerak, terroristlar kelyapti, budun bizni avlod ajdodimiz o'ta buyuk davlat bo'lgan, biz xalqni huquqini himoya qilganmiz, millat asosida birlashib terrorchilarni yo'qotishimiz kerak deb shunaqa tashviqotlarni boshlaydi. Ikkinchidan, kimga nisbatan gumon paydo bo'lsa, Bashar Asadni qilgan ishlarini qilishadi. Ya'ni turmalar ochiladi va turmalarda o'zbek xalqini qirishga kirishadi. Qanaqadir gumonga tushgan odamlarni turma qilib o'ldirishni boshlashadi. Islamofob domlalarga ishga solishadi. Mana bu Mirzayevning islamofob tuzumini himoya qilib jang qilish, bu jihod, bu Allohning yo'liga shahid bo'lish deb shunaqa fatvolarni berishni boshlaydi. Allohning diniga xiyonat qilishni yanada kuchaytirishadi. Ya'ni mana bu islamofob kommunistlar tomonidan bir safga o'tib, xalqni shunaqa miyalarini zaharlashni boshlashadi. Undan keyin narxlar tushishi mumkin, kreditlarni kechirishi mumkin, muloyim chiqib gapirishi mumkin Mirziyoyev. Hammani bir bo'lishga chaqirib, ana shu vahshiy terrorchilarga qarshi kurashishimiz kerak deb shunaqa tashviqotlarni tarqatishni boshlaydi. Endi aslida terrorchilar kim desangiz, terrorchilar o'zlari. Masalan, terrorchi degan lug'atni shaxslarga yoki jamoatlarga ishlatilmaydi. Davlatga va davlat xodimlariga ishlatiladigan gap. Shuning uchun bu to'da terrorchi desa, aslida terrorchi o'zlari. Lekin terrorchi degan gapni, terrorizm gapni xohlagan odamga ishlataveradi. Masalan, 19 yashar qizni terrorchi deb qamatishdi. Bular umuman hech yerdan xabari yo'q bo'lgan qiz. U terrorizm uyushtirar ekan. Uni qarasangiz, umuman 19 ga kiradi. Endi boshlari yalang, umuman hech narsaga aloqasi yo'q bo'lgan qizni. Uni terrorchi deb qamatishdi mana 1-2 kun oldin. Terrorchi degan lug'atni bular o'zlariga kerakli bo'lgan joyga ishlataveradi. Aslida terrorchi bularning o'zlari. Ya'ni terrorizmning qonun-qoidalari bo'yicha davlatda ishlab turgan, davlatda zo'ravonlik qilgan, o'z xalqiga zulm o'tkazayotgan, xalqning manfaatiga emas, xalqining manfaatiga teskari qonun ishlab chiqaradigan, qo'rqitish bilan boshqaradigan davlatni terrorizm deydi. Va u yerda ishlaydigan xodimlarni terrorchi xodimlar deb turib e'tibor qilinadi. Aslida bular o'sha xalqni dunyoqarashiga, xalqning yashash tarziga qarshi kurashib turib, yana nima qilishadi desangiz, biz mana bu yashash tarzimizga, mana bu islomga, mana bu yashash tarzimizga, millatimizga hujum qilayotgan odamlarga qarshi kurashishimiz kerak deb shunaqa yolg'on da'volarni qilib chiqishadi. Shuning uchun mana bu narsalardan oldindan ogoh bo'lishga men chaqiraman. O'zbekistonning terrorchi hukumatiga qarshi jang boshlagan odamlarning g'oyalari qanaqa bo'lishi mumkin? Birinchidan, xalqni zulmdan, zo'ravonlikdan ozod qilish. Ikkinchidan, ana shu zolimlardan qasos olib berish. O'zlari qasos olishadi va xalqga qasos olib berish. Uchinchidan, bu ish Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun qilinadi. Kimki bu yo'lda o'lsa, albatta u shahid bo'ladi. To'rtinchidan, yangi tuzumda O'zbekistonga keltiriladi.
bor bo'lgan axlat nizomni tak tomonidan yo'qotiladi. Ijtimoiy nizom, iqtisodiy nizom, ta'lim dasturlari, armiya sistemalari umumiy qilib hammasi o'zgaradi. Bor bo'lgan jaholat tuzumini, bor bo'lgan kazzoblarni tak tomiri bilan yo'qotiladi. 5-dan siz diningizga erkin bo'lasiz va boshqa dinlarga ham hech kim tegmaydi. Xohlagan narsangizni, diningizda aloqador bo'lgan narsalarni gapirib yurasiz. Jihod kalimasini ishlatasiz. Soqolingizni qo'yasiz. Ayolingiz hijob bilan yuradi. Ayolingizni hijobiga osilgan odamlarni o'ldiradigan darajada jazolanadigan qonunlar qabul qilinadi davlat darajasida. Ayollar alohida, erkaklar alohida shunaqa ta'lim dargohlarini ochiladi. O'zbekiston davlatining armiyalarida xizmat qilib turgan musulmonlarga murojaat qilaman. Aziz birodarlar, qachonki shu kun kelsa, ya'ni mana shu zolimlarga qarshi jang boshlansa, hech qachon mana bu zolimlarning taraflarini olmanglar. Agar sizlar mana bu zolimlarning taraflarini olib, o'z birodarlaringizga qarshi qurol ko'tarsalaring, qiyomatlaringiz ham kuyadi, sizlarni xoinlar deb turib, tarix kitoblarida muhrlab qo'yiladi. O'z vataniga qarshi bo'lgan, o'z diniga qarshi bo'lgan, o'z millatiga qarshi bo'lgan, o'zining ajdodlariga qarshi bo'lgan shunaqa xoinlar deb turib, sizlarning ismlaringizni yozib qo'yiladi. Chunki mana bu O'zbekistondagi nizom aslida bu mustamlakachilar o'ylab chiqargan, mustamlakachilar keltirib qo'ygan ustimizda shunaqa nizom. Uni himoya qilib jon berish joiz emas, uni qo'llab-quvvatlash joiz emas. Har bitta aqlli inson undan jirkanishi kerak. Va shu bilan davlat xodimlariga ham murojaat qilaman. Agar sizlar haqiqatan o'z xalqlaringizni sevsalaring, o'z vatanlaringizga sodiq bo'lsalaring, mana bu fosiq, mana bu zolimlarni hech qachon qo'llab-quvvatlamanglar. Qachonki o'sha kun boshlansa, mana shu zolimlarga qarshi turinglar. Hech qachon o'zingizni birodarlaringizga qarshi qurol ko'tarmanglar. Chunki sizlarning dushmanlaringiz hujum qiladigan odamlar emas. Hozir ustilaringizda turgan, zolim bo'lgan, zo'ravon bo'lgan mustamlakachilar tomonidan qo'ygan mana shu vahshiylar. Umumiy qilib O'zbekiston xalqining bo'ynida vojib bo'ladi mana bu hukumatga birdaniga qarshi turishdi. Agar bu hukumatni birdaniga yo'qotmasak, 50 yildan keyin umumiy qilib bular xalqni butuncha dindan ham, iymondan ham, turmush tarzidan ham umuman begona qilib qo'yishadi va bunga majburlashadi. Qul qilib olishadi.